Oltiariq Agrostarga ketyapmiz. Uzumchilik anjumanidan chiqib, Oltiariq tumani Shaboda to'yxonasidagi uzumchilik anjumani, uzum saylidan chiqib, Agrostarga ketyapmiz. Bo'rvoliq qishlog'idagi Oltiariq Agrostar. Mana My Garden Adaham hojini xaladinligi burada. Buncha 2 yil oldingi Oltiariq tumani Shaboda to'yxonasidan anjuman bo'lganda, uzum sayli bo'lganda mana shu Adaham hojini xaladinligini chiqarganman. Ko'rishlaringiz mumkin, 2 yil oldingi videolarda bor. Betida Adaham hojining rasmi bor, ekranda betida. Mana Adaham hojini xaladinligini oldidan o'tib ketyapmiz. Mana quyosh paneli o'rnatilgan ekan bu yerga. Quyosh paneli orqali xaladinlikka tok ishlab chiqarar ekan. Keldik, Oltiariq Agrostarga keldik. Net xaladinlik nima bu? Ha? Net xaladinlik nima bu? Ya xaladinlik bas, ana shunaqa uzumchilikni rivojlantirish uchun qandaydir Pastga bosdi. Rashtada qarang Elyorbek, chiroyliligini qarang, buni baquvvatligini. Laz qarang, ana balonlarni qarang, balonlarni. Yangi ekan ha Elyorbek. Traktor yangi ekan. Qalasiz? Sonlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Finalga kelib oldingizmi? Kelib oldik. Yaxshi. Uzumlarni ekishib qo'ygan. Bular hali niholcha. Endi bakka har xil uzumlarni ekishadi-da. Agrostardan bir ma'nosini tushuntirib qo'ying, ko'pchilik bilmaydi buni. Prezidentimizning tashabbusi bilan uzumchilikni rivojlantirish, meva sabzavotni rivojlantirish uchun Agrostar o'quv markazi tashkil bo'lgan. Agrostar o'quv markazi. Uzumchilikni rivojlantirish uchun. Meva sabzavot. Yaxshi. Oltiariq tumani Bo'rvoliq qishlog'ida. Bo'rvoliq qishlog'ida. Yaxshi. Mana bugun uzumchilik anjumani, ya'ni uzum sayli bo'lyapti. Mana shu yerga keldik. Boshliq kim? Bitta Umidjon aka boshliq, bitta nima? Shu yerdami hozir? Mana bor. Mana uzumchilik ilmi Telegram gruppasini admini Abduvot hojining o'g'li Muhammad Rasul. Uzumlarni ko'rsatasizmi? Gapiring. Assalomu alaykum. Bugun mana uzumchilik sayli 8-avgust. Mana biz bog'imiz uzumlar ko'rishlarini Bir boshdan ko'rsatavering. Zlotnaya palasa. Grif, автограф Kalugin. Aha. Shayn muskat. Shayn muskat, moya serдце. Aha. Bella Lady. Everest. Bu Emir. Mana Emirni bandini qarang, mana meni barmog'imdan yo'g'on. Shu darajada. Baquvvat uzum ekan. Malchik spalchik bu. Bu Sug'diyona, gigant. Sug'diyona, gigant. Amerika Malchik spalchikda urug' bo'ladi. Emir bu. Mana bu Emir. Mana shu nimalardan tartilaveradi, endi ko'rgazmagan. Sug'diyona. Svetglov mana bu ham kishmish. Arra 13, Lamborghini, Tornado. Aha, mana uni olib tatib ko'raverasiz, yashil deyman. Deveresin mana. Aha. Qaysi Arra 13 qaysi? Mana umi? Mana Arra 13 mana shu. Mana buni olib tatsiz. Mana qaychi ham qo'yib qo'yganmiz. Qani qaychi? Tornado. Qaychashdi. Qaychi uzumning nomimi? Yo'q, qaychi uzumning nomi emas, men uzumdan kesib yegan. Kesib yegan, ha. Yanagi yo'q ham, yo'q. Tornadoda dana yo'q, Sherlockda yo'q dana. Arron 3da yo'q. Svetglovda yo'q. Sug'diyona gigantda yo'q. Lamborghini Avatarda yo'q. Qolgan navlarimiz urug'li. Mana keyin bitta solishtiraylik. Mana ko'ring. Everest. Qanaqa yerligini qarang barmoq bilan. Qani, Everestdan 32 kalibrga tushyapti. Pateli, qaychini oling. Ha, bering. Qaychini ham o nariga qo'yib qo'ying. Bo'ldi. Everestdan uladingda? Ulad. Suv aka. Charchamadingizmi? Yangi uzumlardan ko'raylik endi. Ko'ringlar. Abdubornop
Uzumlar sotyapsizmi yo endimi? Sotyapmiz aka. Siz uzumni sotdingiz. Avatarlar sotyapmiz aka. Xizmatlar sotib oldik. Avatar qancha ketdi? Avatarlar ketyapti aka, yaxshi. So'mmas. Qancha? Shu olsa, shunda kelishtirib beramiz. Yo. Ha. Shu olsa hamma bor. Ha. Bular tayyor, hojaga. Tayyor. Xohlasa payvand qilamiz. Ha. Pastiga suv quyiladi. Mana to'ladi, mana kamera, issiqlik kamera, bu yerda kalus bir-biriga birikadi. Mana bu yerda mana qarang, issiqlik beriladi. Bunda yorug'lik beriladi. 3 ta kamera, 3 ta nimadan iborat? Mana aka mana qarang mana. Mana issiqlik tushadi. O'zi bir maromda. Hozir bu foydalanishga tayyor. Qiziquvchi odam bo'lsa, usto bilan kelishgan holatda sotuvda bormi? Buni qarang, bu ajraslarimizga buni 5 ta tayyorladik. Mabodo buni kimga kerak bo'lsa, o'sha ajraslarimizga murojaat qiladi. Hozir ajraslarimiz buni ustasini ham, hamma yo'g'ini zapchastlarigacha ajraslar buni yasab berish nimasi bor. Tayyorlab berishadi. Boshqa stilda bo'ladi, materiali ham. Xuddi mana shu bo'ladi. Hojaga buni qancha vaqtga yutadi? Qarang, hozir siz ko'berni eksiz, bir yildan keyin payvand qilasiz, keyingi yil ko'chat bo'ladi. Bunda bir yil payvand qilasiz, 45 kunda ko'chat bo'lib tashqariga chiqadi bunda. Siz 2 yil yutasiz. 2 yilda. Yanagi yili o'sha payvand qilganingiz 1-2 yosh meva qiladi. O'sha yangi navlar uchun bu endi Yevropadagi olimlarni nima deydi, kichkina holati bu. Ular katta sexlarda qiladi. Biz buni kichraytirib, Suvni bunga qo'yib, qalamcha ulanganini bunga qo'yamiz. xonadonga moslangan beta suv bo'ladi aka. Mana gubka bilan ham baravar. Gubkada 1 sm gubkada suv bo'ladi aka tepasida. Kober tagi metr bo'ladi, 18 gradus, 20 gradus issiqlik ber. Mana aka 27 gradus issiqlik beriladi. Bu yerda payvand bo'lgan joyi bir-biriga kalus chiqib yopishadi. Yopishib ko'karadi. Ko'kargandan keyin buni endi olib chiqib havoga moslab turib endi ekiladi. Salapanga eksagan bo'laveradi, sharoitga qarab. Buni aka, buni uzumchilikda hech narsani yashirmaymiz, bilasiz aka. Buni bitta xonadon, buning ichiga 1,5 mingta ko'chat sig'adi. Bitta xonadon mana shuni bitta o'zidan aka 100 million sof daromad qilsa bo'ladi. Buni yashirish kerak yo'q. 1 yilda. Bir yilda. Bir sezon mavsumda. Ha, nimaga desiz aka? Koberga yangi navlar payvand qilasiz. Tayi kober tepasi o'sha yangi nav bo'ladi. Ko'chat o'sha 100 ming tepasida bo'ladi. Buning ichiga 1,5 mingta ko'chat sig'adi aka. Bu xo'jaliklar ham buni qilsa bo'ladi. Hamma qilsa bo'ladi. Faqat shu guruhimizda buni darslik o'tib boriladi. Mana uzumchilik maktabida ham darslik o'tiladi. Mana uzumchilik maktabimizda alohida bunga xonalar bor, darsliklar bor. Bepul. Ustoz mana hozir mana graduslari bor-ku, hammasini avtomat bilan boshqariladi. Mana. Xolos, ha? Hamma yo'g'ini avtomat boshqaradi. Avtomat boshqaradi. Buni narxiga ham to'xtaling, necha pullar shu narxi? Buni narxini hisoblaganimiz yo'q hali. Endi Ha, lekin bu 10 millionga bormaydi aka. 10 millionga bormaydi. Ha. Endi 5-6 million bo'lishi mumkin edi. Hali hisoblab ko'rganimiz yo'q. Keyin qarang, kimki shu uzumchilik maktabiga ro'yxatdan o'tsa, sertifikati beriladi. Uzumni payvand qilishlar, qanaqa qilib qarashlar hammasi o'rgatiladi. Mana shu mana qarang, mana binoni bitta ko'rsating. Mana shu yerda uzumchilik xonamiz bor, ikkinchi etajda. O'quv qachondan boshlanadi? O'qib, hozir ham mana ro'yxatdan o'tib ketishaveradi. Hali o'quv boshlangan yo'q-a? Boshlangan. Boshlangan. Ha, boshlangan. Ha, oldi qatnashuvchilar kelyapti. Oldi qatnashuvchilar O'quv kelyapti. pullimi? Bepul aka. Bepul. Abetiz ham bepul bo'ladi. Qancha o'qiladi? Qancha muddat? Endi 1 yilmi? o'sha Bahordan kuzgacha. aka usta bo'lganingizcha. Ha. Duolik Kelaveradi. bo'lganingizda, Har bir oyda o'rgansangiz, har bir oyda. kunimi yo haftani ma'lum kunlar? Haftaning ma'lum kunlarida u o'sha guruhga Hay. Onlayn nimasi ham bormi Abduvodaga? onlaynni O'zlar namuna qilib ko'rsatgan videolar. o'sha guruhda bo'ladi, onlayn yo'q hozircha. Hamma kilometr o'tdi.
Onlaynda bo'lmasa tashriflaymiz, xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi. Zo'r bo'ladi, onlayn bo'lsa nimagaki mana ularning masofa uzoqdagilarga yaxshi bo'ladi. Agar imkoniyat bo'lsa o'sha onlayn bo'lsa. Boshqa viloyatdan kelib ketish qiyin-da. Undalik kelib champion. Endi Abduvot hoji mana uzumchilik ilmi Telegram gruppasi bor edi. Endi yana YouTube qo'shildi, uzumchilik ilmi YouTube. Yana Instagram, uzumchilik ilmi. Yana nima? Telegram ham bormi? Ha, Telegram bor, uzumchilik ilmi. Facebook bor. Hurmatli Telegram ilmi gruppasini uzumchilik ilmi gruppasini kuzatuvchilar, mana e'lon qilib ko'rasizlar tanish bilishlaringga. Uzumchilik ilmi YouTube, uzumchilik ilmi Instagram, uzumchilik ilmi Facebook qo'shildi. To'g'rimi? Narsa bor aka. Bu mana shu uzumchilik ilmi deb ochilgan bu tarmoqlar birortasi xo'jayin emas bunga. Mana shu O'zbekistonda qaysi dehqonni ustasi, siz uzumchilik ustasisiz. Baq shoptolidan usta, baq anordan usta. Mana shu ustalar o'zini qilgan ishlarini qo'yib boradi. Unga aloqaga chiqqan o'sha obunachilariga bepul nima o'tadi? Tushuntirishlar beriladi. Darslar bepul. Yaxshi. Bu bitta odamniki emas u. Qarang, uzumchilik ilmi. Har bitta a'zo Hammamiz, mana shu hamma turgan odam o'zini chiroyli videolarni qo'yib boraveradi. Yaxshi. o'zini qilayotgan ishlarida to'g'risida. To'ppa-to'g'ri. Anor yetishtiradi. Yillar mana saqlanib qoladi-da, YouTube'da, Instagramda saqlanib qoladi. Biz uchun ochilgan guruhlar. Yaxshi. Juda keng holatda foydalansa bo'ladi bu gruppalardan. Ochilgan ijtimoiy tarmoqlar. Qo'yaylik. Ovoz tanish. Baqaranglar, rasmga olyapmiz, baqaranglar. O, orqadagilar, baqaranglar, rasmga olyapmiz. To'xting. Baqara olinglar, baq. Olyapman, baqaranglar. Sig'yapmizmi biz? Qarang, baqa. Kanallarga tashab qo'yasizda, keyin biz terib olaveramiz. Kerak. Bunday qarab turganda turish. Bunday qarab qilmagan ekanda. Qayerdasiz? Chimyon qishlog'idan. Farg'ona tumani Chimyon qishlog'i. Sanatoriyadan. Ha, xon qizdan. Salom. Xohlasa bu Oltiariqni butun O'zbekiston degan bo'laveradi, eng katta ustozi. Uzum gullaganda kelsangiz ham uyida uzumingiz bak chiqarib gullaganda ham pishgan uzumlar turadi, saqlaydi hozir bu. Hozir bu endi hammamiz bitta duo qilaylik. Bitta duo qilaveringlar. Kelar shunaqa avjimonlarga hamma bilan bexato olib. Ziyoda bo'lsa sizga rahmat. Har ishni yaxshilarga yetkazsin. Rahmat. Bunu rasmini chizdi. Abdubarnop Oltiariqda katta bog'da egasi. Salomatlik yaxshimi? Har xil navlarga qiziqadi hamda ko'paytiradi. Mehmonlar qayerdan ekan? Namangan. Yaxshi.
Uzumchilar. Buxorodan? Assalomu alaykum. Buxoroni. Yaxshimisizlar? Buxorodan. Qaysi tumandan? Romitan tumanidan keldik. Romitandan. Juda zo'r tashkil qilibdi. Rahmat tashkilotchilarga. Rahmat. Zo'r yoqdi. Mana mashhur uzumchi Husanboy G'ofurovni dadasi ismingiz nima aka? Husanboy aka. Husanboy aka. Husanboy o'g'li. Ha, o'g'lingiz Husanboy. Men o'qishni bitiryapti. Xudo xolasa agronomiyani Toshkentda. Endi mana xudo xolasa maslahatlarni berib turaveradi. Uzum yetishtirish bo'yicha mana o'zingizni ham bir borib yuzdan bir syomka qilib, kontentlar qilib uzumlaringizni ko'rsatamiz. Sog' bo'linglar. Omadingiz bilan ish barobar. Nomerini ham ko'rsating. Nari tomondan qo'ying. Qo'ysangiz bu yerdan.